insti olingan bilimni amaliyotga qo'llab bo'lmaydi deydi. Hech qayerda eshitmagan, ko'rmagan katta bazani shunday yaxshi qilib olganman. Ustozi yaxshiligi sabab bo'lganmi yoki Ustoz u yaxshi o'rgata olmas. keyin o'rganib olaman, keyin yodlab olaman degan narsa bilan Yangi bilim olsam, men massa qilaman. bir marta уже balans qila olgan buxgalter desa bo'ladi. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Bugun bizada suhbatimizga bir ayolni taklif qildik. Ular hayotda o'zlari oyoqqa turgan, o'zlarini mutaxassis sifatida kashf qilgan, ikkita shirin farzandlarni onajonisi va yolg'iz ona bo'lishiga qaramasdan butun kuch-quvvatlari, butun o'zlarini energiyalarini o'zlari va farzandlariga bag'ishlagan ayol. Butun hayot yo'llarini, mutaxassislikdagi qiyinchiliklarini birgalikda biz bilan kuzatishingiz mumkin. O'zimizni sohamizdan buxgalterlar ular ham. Ismlari Gulnora. Gulnora, o'zingizni yaqindan tanishtirsangiz. Assalomu alaykum. Men Gulnora Qudratullayevna 11 yillik tajribaga ega amaliyotdagi buxgalterman. Toshkent Moliya instituti bakalavr magistraturani bitirganman. Hozirgi kunda outsourcing korxonada bosh buxgalterlardan biri bo'lib ishlab kelyapman. Gulnora, mana shu sizda bitta jihat bor ekan, boshqa suhbatdoshlarimizdan farq qiladigan, siz u kompaniyada uzoq yillardan beri ishlayotgan ekansiz. Necha yildan beri ishlaysiz u yerda? 8 yil bo'ldi. 8 yil. Undan oldin ishga mana shu buxgalteriyaga kirib kelishingiz tarixini bilsak bo'ladimi? Gulnora, qanaqa bo'lgan? Avvalambor mana shu buxgalteriyaga qiziqishim, kirib kelishim, birinchi aytaman, Toshkent Moliya instituti bakalavrida o'qiganman. Moliya yo'nalishida o'qiganman. Buxgalteriya yo'nalishi emas. Buxgalteriya ham bor edi, lekin moliya yo'nalishining o'zida 3 semestr buxgalteriya fani o'tilgan. 1,5 yil degani bu. Ustozimiz rosa yaxshi buxgalteriya nima, aktiv shotlar, passiv shotlar, tranzit shotlar, ularda qachon qayerda ko'payadi, qachon kamayadi, ularni bir-biriga bog'lash yo'llarini juda ham mukammal tushuntirib berganlar. Ustozimiz Husinov Ibrohim aka edilar va buni misollar bilan tushuntirib berganlar. Shunaqa bo'lganki, Moliya institutida mavzular o'tilardi va shu 3 semestr davomida bizga misollar jadvali berilgan va u ketma-ket edi. Ya'ni Xalqobod mas'uliyat cheklangan jamiyat edi menimcha firmani oti va shu firma ochilishidan boshlab, ya'ni firma ochilganda birinchi provodka qanaqa berilyapti. Keyin uchredитель misol uchun pul qo'ydi, qanaqa. Mana shularni sxemasini ketma-ket ko'rsatib, shunaqangi baza juda ham yaxshi bo'lgan. Va 3 yil o'tganki, 3-yil o'tganda 3 semestr o'tgan, mana shu 1,5 yilda oxirida xuddi shularni ketma-ketligidan balans, forma 2 pul oqimlarigacha shu sifralarni qo'yib chiqqanmiz. Va o'sha bazada menda juda katta kuchli hech qayerda eshitmagan, ko'rmagan katta bazamni shunday yaxshi qilib olganman. Men shu yerda aytib o'tmoqchimanki, qarz ikki qo'ldan chiqadi. Ustoz yaxshi deydilar, lekin bizani gruppamiz, MM94 gruppani o'zida 15 ta a'lochi bola bor edi. Hammamiz o'qirdik. 15 ta 5 degani demak 14, undan ko'p. Demak gruppaviy hamma o'qirdi. Darsdan kelib masalalar ishlardik, qarardik. Bu narsani keyin men o'zim gapirishni, tushuntirishni rosa yaxshi ko'rardim-da. Mavzularni olib prezentatsiyalar qilardim. Misol uchun esimdan chiqmaydi, ish haqqini o'sha paytda shkala bo'yicha bo'lardi. Odamlar, tadbirkorlar, ularni firmalari bor, ularda buxgalter bor. Men o'sha buxgalterga borib ham nazariyani o'qiyman, borib ularda misollar bilan tushunib, yana ham yaxshi tushuntirib, bolalarga, men kursdoshlarimga gapirib berib, butun potokda gapirib berib tushuntirishni yaxshi ko'rardim. Ya'ni birinchi bazam Moliya institutida shu yerda yaxshi bo'lgan. Keyin magistraturani o'qidim, keyin farzandli bo'ldim. Gulnora, hozir xulosa nima bo'lyapti? Ko'pchilik aytadi, institutda olingan bilimni amaliyotga qo'llab bo'lmaydi deydi.
Bu birinchi podxod keng tarqalgan. Insta 4 yil o'qiysan, lekin ertaga bilim bilan hech qayerga bormaysan, baribir ustozga tushishing kerak, yaxshi ustozda o'rganishing kerak. Amaliyotda degan narsa bo'ladi. Ikkinchi tomondan balkim gap institutda emas, dars beradigan ustozdamikin. Nima xulosa qilsak bo'ladi? Bu yerda ustozi yaxshiligi sabab bo'lganmi yoki hamma insta bo'lishi kerak bo'lgan aslida holat bo'lishi kerakmi bu? Yo'q, ustoz yaxshi bo'lganlar, ular aniq tushuntirib, mana shu masalalar to'plami va mana boshi va oxirini ko'rsatib bera olganlar-da. Mana buxgalteriya Hamma nimaligini qiziqqanda bo'siz. bolalar ham o'zimiz ham qiziqqanmiz-da. Mana shu qarz ikki qo'ldan chiqib, menga o'sha ba'zi o'sha ustoz aytgan gaplar hali ham qulog'imda-da. Balansdagi o'zgarishlar. Ya'ni bitta provodga berasiz, ikki yoqlama yozuv. Balans holati. Yana bitta provodga berasiz, yana balans holati. Balans qatdan shakllanishi. Buning uchun mohiyatini zo'r tushunib olganman o'sha paytda-da. Demak, inst paytda o'sha provodka, balans, finrezlarni yaxshi bilgansiz. Hozirgi kunda Gulnora nimani kuzatyapmiz? Mana aksariyat holatda buxgalterlarda eng qiynaladigan joy provodkani tushunmaslik, balans, finrezlarni yaxshi tushunmaslik, mohiyatni ochishadi, оборотный salbiy qiynalishadi. Buni kuzatganimda bular ko'pincha ustozi qo'lida katta bo'lgan buxgalterlar bo'lishadi. Ya'ni spetsialniy qayergadir borishmagan, o'qishmagan, hamma aytadigan gap, baribir amaliyotda o'rganasan, bor amaliyotga deyishadi. Amaliyotga keladi. Mana o'zimga kelgan bitta qiz bo'lgan, 4 yil amaliyotda ishlagan qiz. Glavbuxga keldida, men dedi, qiynaldim dedi. Sen 4 yildan beri ishlayapsan, 4 yil yordamchi bo'lib yurishga ko'pmasmi dedim. Nima ish qilgansan o'zing desam, dogovorlarni chiqarganman, счет fakturalarni chiqarganman, bank chiqarganman. То есть технически kopiya, вставка bir xil. Доверенность, договор, это nima? Faqat tovarni nomenklaturani o'zgartirasiz, INNni yozasiz, bo'ldi-ku. Pulda ham xuddi shunaqa, INNni to'g'rilaysiz, detali платежа. Da, mohiyat tushunmaydi, kopiya, вставка bilan. Glavbuх tushunmayman, pasroga tushishim kerak dedi, provodkaga tushdi. Provodkaga tushganda уже yig'ladi. Men dedi, provodkani ham tushunmayapman dedi. Men dedi, boshlang'ichga borishim kerak. 4 yil tajribasi bor bo'lgan buxgalter, tajribam bor deb, lekin u tagida получается 4 yildan beri yordamchi bo'lib yurgan bo'lsa, u shunchaki operator bo'lgan, kopiya, вставка bilan ishlaydigan texnический operator. Даже buxgalter ham deya olmaysiz, uni nomi buxgalter deb rasmiylashtirilgani bilan. Mana shunaqa holatda siz o'zingizni tajribangizdan kelib chiqib nima tavsiya berasiz? Provodkada, balansda, finrezda tushunmaydigan, mohiyatni qiynaladigan buxgalterlarga qanaqa qilib osonlashtirsa bo'ladi o'zligingizni hayotini? Faqat bilim. Men shu kunga kelman, bilim o'qishlayman, o'zim ishlayman. Bilim. Mana o'sha boshidan o'qish boshlash kerak. Mayli, ularda ham qachondir boshlash kerak. Orqaga qaytib bo'lsa ham shu o'qish kerak, mohiyatini tushunish kerak. Ustozi qo'lida katta bo'lganlarda nimaga bu muammo bo'ladi? Gulnora? Fikringiz qanaqa? Balki misol uchun ustoz u yaxshi o'rgata olmas. Men shunaqaki, misol uchun meni agar ko'rib turganlar hamma biladi, juda ko'p shogird chiqardim men. Outsource korxonada shogird aynan menga 0 dagi qizlar keldi-da, 0 dan kelganlar keldi. Men shu moliya institutida o'qigan bilimlarimni ularga tushuntirib berardim. Nima qilyapti? Misol uchun rahbarlar buyruq berdimi, men oldin unga qarab, vaziyat mana bunaqa ekan, shu ish qilamiz, mana bunaqa. Demak, jamiyatda nima ish bo'layotgan bo'lsa, o'sha narsa provodkalarda chiroyli aks etishi kerak-da. Ana o'sha mohiyatini tushuntirib berardim va ular yaxshi o'qib ketdi-da. Baribir nazariy bilim men juda ham kerak deb hisoblayman. Aman bilasizmi nima deb hisoblayman? Nimaga ustozi qo'lida provodkani o'rganishmaydi ular? Nimaga balans, finrezni tushunishmaydi? Chunki ustoz bu amaliyotda ishlab turgan buxgalter. U etga ishlagani, buxgalteriyani qilgani borgan. Kimnidir shogird olib, undan buxgalter yaratish uchun bormagan etga. Shogird beriladigan bo'lsa unga, u faqat yordamchi sifatida qaraydi unga. Men unga buxgalteriyani o'rgatishim kerak, undan buxgalter yaratishim kerak deb qaramaydi. Meni ishim osonlashishi uchun qaysi joyini bera olaman, shu u qila oladi. O'sha joyinigina tushuntiradi, qanaqa qilib Jedoxdan kopiya oladi, dogovor qayerga nimani yozadi yoki
platyoshka chiqarishda nimani kopiya oladida, o'ziga kerak bo'lgan, masalan, 10 ta provodkani, vipiskani kirgizganda, bu yerga mana buni qo'yasan, bu nimaga qo'yyapti tushuntirib o'tirmaydi. Nimaga? Chunki u lektor emas, u tarbiyachi yoki buxgalter yetishtiruvchi odam emas. U buxgalter bo'lib ishga kelgan, faqat shu buxgalteriyani qilgani uchun oylik oladi. Bu yerda shogird yetishtirib, undan buxgalter yasagani uchun oylik olmaydi. O'shaning uchun ham meni fikrimcha, amaliyotga ishga kirib olaver, u yog'iga yo'l-yo'lakay o'rganib ketasan deganlarda yamali nimaga bo'ladi? Chunki o'sha amaliyotda glavniy buxgalter o'rgatgan narsa o'zini ishini bir qismi, чтобы o'zini ishini osonlashtirish uchun. Undan buxgalter yetkazish bo'lmagan maqsad. Shuning uchun ham menimcha amaliyotda ishlayotgan ko'plab buxgalterlar, chunki mana o'zim o'qitaman, 90% provodkadan qiynaladi. Menda Glabuxda provodka temasi bor. Provodka temasida kim provodkada qiynaladi deganimda 100 ta odam o'tirsa auditoriyada 90 tasi qo'lini ko'taradi. So'raganimda aksariyati yoki nazariyani o'qimagan bo'ladi yoki o'qigan paytda diqqat qilmasdan keyin o'rganib olaman, keyin yodlab olaman degan narsa bilan orqaga tashlagan bo'ladi. Amaliyotga kelganda har bitta operatsiyada provodka so'raydi. Menda razbor kanal bor, xabaringiz bormi yo'qmi? Razbor kanalda ham nechta savol kelsa, hammasida provodkani so'rashadi. Раз и навсегда o'zingizni hayotingizni osonlashtiring, boring, provodkani o'qing, o'rganing. Bir marta o'rganasiz, mashaqqat, o'qish ham mashaqqat. Ishdan vaqt orttirishingiz kerak. Shanba, yakshanba, masalan, bizda o'zimizda provodka bo'lsa, shanba, yakshanba kuni bo'ladi darslar. Dam olmaysizda, uxlashingiz kerak bo'lgan paytda soat 9:30 da darsga kelishingiz kerak. Mazami? Dars maza. Mashaqqat emasmi? Yo'q. Nimaga Gulnora, o'zingiz tajribangizni aytib bering. Nimasi maza, nimasi yoqqan sizga? Men Qachon keldingiz o'qiganingizga? 1 yil oldin Glabuxda o'qiganman. Mana bu yil hozirgina soliq ekspertini tugatdim. Men odam o'ziga bog'liq bilmadim. Men dars qilsam, yangi bilim olsam maza qilaman. Biz yoshlikdan shu narsa biriktirilgan, doimiy yaxshi o'qiganmiz, maktabda ham, institutda ham o'qisam maza qilaman men. Yangi bilim olsam, men maza qilaman. Endi kimdir nimadandir maza qiladi, men maza qilaman. Men juda ham maza qilaman bilim olsam. Gulnora, o'qish nima narsada yordam berdi? Siz nimaga o'zi o'qishga qaror qildingiz? Mana buxgalter bo'lib ishlab kelyapsiz, deyarli 10 yil bo'lganda o'tgan yilga, hozir 11 yil bo'lsa tajribangiz, 10 yillik buxgaltersiz. Kibr xaral qilmaganman, 10 yillik buxgalterman, nima ham o'rgatardi bu degan narsa o'tmaganmi? Yo'q. Nega hozir nimadan qiynalib kelgan bo'lgansizki, o'qishim kerak degan qarorga keldingiz? Ishladi. Mening yana bitta qism bor, ikkinchi qismmi, ya'ni bitta ustozimni ham gapirib o'tmoqchiman. Ya'ni mana shu ozgina hayotimda bakalavr bitirdim, farzandli bo'ldim. Magistraturani bitirdim, farzandli bo'ldim va ozgina hayotimda sinovli kunlar boshlandi va ishga tushishga qaror qildim. Ishga tushganimda ishchi tanladimki, birinchi ishga tanlaganimda adamlarning firmalariga keyin debdilar, chaqirdilar, yarim kunlik. Faqatgina borib, kelib, o'rganish maqsadida tushdim. U paytda maqsadim pul topish emas, faqat sal miyaga chalg'itish yoki endi o'qishganmiz, bilimimiz bor. Birinchi qadamni sekin-sekinlik bilan ishlash. Chunki bolalarim hali yosh edi, ko'proq bolalarim bilan vaqt ajratmoqchi bo'ldim. Shuning uchun yarim kunlik stavkada ishga borib keldim. Erta ob'yom kam edi. Buxgalteriyaga bordingizmi? Ha, buxgalteriyaga bordim. Chunki institutda olgan bilimingiz yetdi o'sha yerga borishga. Yetdi. Bu yerda buxgalter ham bor edilar, lekin yordamlashdim, ularda ko'rdim. Lekin o'sha yoqqa kirganimda yana misolchi ko'rdimki, etga borsam Adines programma yo'q ekan. Men etga olib kira olganim, o'zimni misolchi kurs 3 oylik kursda o'qidim. Adines programma kursiga o'qib, sotib olib, o'sha yerda ob'yom kam bo'lsa ham o'sha Adinesga kiritishni boshladim o'zimda. Kiritishni boshlab, noldan hamma narsani kiritishni boshladim. Keyin yana qilgan ishim o'sha ob'yom kam firmamizda o'sha paytlarda internet banki endi chiqqandi. O'sha narsani bildimda, unda
oylik to'lovi bor edi, abonentskiy platada. Men o'shani hisobladimda, adamlarga aytdim, aka dedim, mana shu internet banking ulantiru abonentskiy platasi shuncha ekan, lekin bizni raspechatga qilib, qo'l qo'yib, borib pechat urishimizga vaqt ketmaydi, juda ham arzimagan pul. Shuni qilaylik deb u yoqqa olib kirdim. Uni qildim va balanslarni mustaqil topshirdim va o'sha yerda borganimda, misol uchun, endi yo'da o'rganmaganim, ikkinchisi elektron hisobotlar chiqqan. Endi o'sha payt 15-16-yil haqida aytyapti. Ana o'shalarni kirishchi sekin-sekinlik bilan. Menda juda sekin bo'ldi. Bu sekin boshladim. Keyin 2 yil yerda ishladimda, bakalavrdagi birga o'qigan dugonam chaqirib qoldi-da, birga ko'rishuvdik. U outsourcing korxonada ishlayotgan ekan. Keyin suhbatdan keyin telefon qilyapti, "Men bizning ishxonaga kelgin" deb chaqirdi. Keyin u yoqqa bordim. Men Munisa o'rtog'imga rahmat deyman. Men suhbatga borganman. Meni juda ham yaxshi kutib olishgan o'sha yerda-da. Xuddi katta buxgalter, juda bilimli odam kelgandek kutib olib, ana qilishgan. Aslida men o'ylayman, o'sha paytda meni tajribam juda kam edi-da. Hali faqatgina endi 7-versiyasida endi kiritishni boshlab, endi bitta balansdan o'tgan, hali unaqa объемni ko'rmagan. Endi Gulnora, mana bunaqa narsada bir marta уже balans qila olgan buxgalter desa bo'ladi. Уже o'zi tushunib, provodkani o'zi tahlab, o'zi balansni qanaqa qilib chiqargan, finrezni qanaqa qilib chiqargan. Hozir aksariyat holatda ajnas chiqqanning hisobiga ajnas buxgalterlarni boshqaradi. Mana bitta yordamchi oldik deb biz o'zimiz ishga. Elektroenergiyaga счет faktura kelgan 110 millionga. 94-30 ga tashlayapti. 94-30 degani bu musirchilik, jalqa bo'lmagan pul tashaladi. 110 million pul hech kim musirga tashamaydi-da. Men aytdim, nimaga 94-30 qo'yding betga desam, men qo'ymadim, ajnasi o'zi qo'ydi-da. То есть hozir mana shu даже shogirdimizni, xodimimizni misolida ham aytish mumkin. Aksariyat buxgalterlar ajnas o'zi nimani qo'yib bersa, shuni to'g'ri deb bilyapti и ajnas o'zi balans chiqarib beryapti, ajnas o'zi отчет chiqarib beryapti-da. Ajnasga qattiq suyanib qolishganda и mag'zini qattan o'zi отталкиваться qilish kerak, provodka aslida qanaqa bo'lishi kerak. Ajnasni boshqara olmay qoldik. Ajnas bizani boshqaradigan holatga kelib qoldik. Hozir aksariyat buxgalterlarda shu holat bo'lib qoldi. Demak, bunaqa paytda o'shaning uchun hozir aytayotganimki, siz bir marta bo'lsa ham balansni o'zingiz mustaqil tayyorlaganingiz, уже bu necha yildan biri ajnas o'zi balansini chiqaradigan buxgalterdan ko'ra bilimliroq buxgalter deb olishgan. Siz nisbatan o'zingizga past baho beribsiz. O'sha momentda meni nuqtai nazarimdan ular bo'lsa haqiqiy qadringizni bilishgan. O'shaning uchun muomala ham соответственно bo'lgan, chunki bilimli odamga har doim muomala chiroyli bo'ladi. Keyin nima bo'lgan? Keyin outsourcing korxonada mana ishlash boshladim, объемlar oldik va men birinchi nuqtam moliya instituti ba'zi olgan bo'lsam, ikkinchi nuqtam o'sha yerda korxonada 1 yil ishlagandan keyin xorijiy korxonani berishdi. 100% xorijiy korxona. U korxonada auditori bor edi, yuristi bor edi, menejerlari juda gрамотный, опытный odamlar edi. Uzoq muddatli ishga va yaxshi muhit, yaxshi firmaga tushdim. Auditorimiz 3 yilga shartnoma tuzilgandi. Men endi отчетlar endi boshlangandi. Pribul отчетlar. Men отчетlarni qilaman, adines qilaman deb auditor kelib, отчетlarni topshirib bo'lganimdan keyin, chorak tugagandan keyin kelib auditor tekshiradi meni. Bundoq ko'radilar, adinesimni tekshiradi, отчетlarimni ko'radilar. Kamchiliklar bo'ladi, yozadilar, tushuntiradilar, xo'p. Demak, e'tiborim beradi. Keyingisi bu yil tugaganda bo'lsa, tayyor qilib qo'yaman deb keladilar, ko'rib beradilar, kam ko'st bo'lsa, aytadilar, "Doq qarayman, mana o'shanda men adinesdagi analiz счет, ya'ni har bitta 90-счетlarni analiz счет, provodda qattiq yuryapti. 99 ham analiz счет qilsangiz qanaqa kelyapti? O'shalarni o'sha yerda yaxshi o'rganganman-da. Auditor tekshirgani sizga katta yordam bo'lgan. Menga ustoz Gulnora, hozir mana ko'p holatda sizlarda auditor mana borib bo'lgan ekan, qo'yilgan bo'lgan ekan tekshiruv, lekin bizda buxgalterlarda qiynaydigan narsa nimaki, ular yolg'iz. Ana ular bitta xona ajratilgan bo'lsa buxgalteriyaga, ular o'tiradi-da, ishlaydi, lekin qo'rquv bor ichida. Men to'g'ri qilyapmanmikin deb. Shunaqa holatlar ham uchrab turadiki, mana kechagina bitta qiz keldilar oldimga, shogirdlikka kelibdilar. Men aytibman,
boshlang'ichda o'qibdilar ular. Birinchi provodkada o'qibdilar, tushunmagan provodkani. Siz boshlang'ichdan o'qishingiz kerak deyishgan, boshlang'ichga tushirishgan. Boshlang'ichni bitirib kelyaptilar. Siz hali shogirdlik kursini torta olmaysiz davomman. Siz oldin qonuniy bilimingizni, ularda nima bo'lgan? Ular yordamchi buxgalter bo'lib borganlar. Ularda главный buxgalter bor bo'lgan, главный buxgalter boshqa yoqqa ishga ketib qolgan. Direktor, rahbar boshqa главный buxgalter olib kelmayapti-da, mana shu qizga aytadi, "Sen главный buxgalter bo'lasan." Bu qiz shokda. Chunki u hali bilim tomonlama главный buxgalteri majburiyatni olishga hali tayyor emas. U hattoki o'zini buxgalter qilib rasmiylashtirgan bez prava podpisi, javobgarlikni o'zimga ola olmayman men, chunki tushunmayapman. Men qilyapman to'g'ri, koper stavka bilan ishlayapman, shablon bo'yicha ishlayapman, lekin men qo'rqyapman, menda katta qo'rquv bor. Bu to'g'rimikin? Qonun bo'yicha ertaga menga javobgarlik chiqmasmikin? Ertaga jarima bo'lib qolmasmikin? Avtokameralda qanaqa urishtirlarkin? Отчетdagi sifralar o'zi qayerdan kelyapti? Qayerdan olib qo'yishim kerak? Mana shu savollarga javob topolmayapti. O'sha qo'rquvda juda qattiq prям ko'rinib turibdi, nervnичать qilyapti bu. Aksariyat buxgalterlarimiz shunaqa ishlaydi. Chunki yolg'iz qolib ketadi, birga bir. Rahbardan zapros tushadi, "Sen qilasan" deydi. Bu qilishim kerak ekan deydi, stressda o'tiradi. So'rashga odam topolmaydi, keyin nima qiladi? Tam cho'kayotgan odam xaskam yopishadi degandek, Telegram gruppaga kiradida savol yozishni boshlaydi. Kim nima javob beryapti? Asosi nima so'rab ham o'tirmaydi. Lish bi javob berishsa-yu, shu javob bergandek qilib qilsa-da, lekin o'shanda ham xotirjamlik kelmaydi. Men ularga aytdim, siz dedim oldin qonunni o'rganishingiz kerak. Paka qonunni bilmaysiz, xotirjamlik kelmaydi, mana shu qo'rquvda yashaysiz. Men ularni Glabuxga tavsiya qildim, siz shogirdlikka hali tortmaysiz, Glabuxga boring. Glabuxga kelib, hozir mana endi boshlanadigan Glabuxga o'tkazdik ularni shogirdlikdan. Ular hozir umid qilyaptilar, что bilim olaman, hozir qo'rqib ketadi. Sizdagi Glabuxga kelguncha qanaqadir qo'rquv bo'lganmi? Glabux nima narsaga yordam bergan o'zingizda? Albatta, men endi u ham 3 yilgina o'tdi ketdi, shu bilimlarim bilan mana ancha ishladim. Keyin yordamchilar, men aytdim, yordamchilar oldim, yordamchilik o'rgataman deb, lekin yosh edi ular, yo erga tegib ketadi, yoki farzandli bo'lib qolib ketaveradi, gapiraverman, butun оборотlarni tushuntirib bo'lgandan keyin ketib qolishadi, keyin bir jahlim chiqdi-da, keyin bir shaxsiy brend qilgim kelib qoldi. Instagramda shaxsiy brendimni boshladim. O'zimni o'sha bilganimcha yordamchi, mana shogirdlarim ketib qolishi bitta motivatsiya bo'ldi. Men aytdimki, endi video olaman dedim. Mana o'sha gapiradigan gapimni shunaqa qo'yaman deb, o'sha yordamchi kelsa keyingi mana shu ham videolarimni ko'rib chiqqan. 2 marta gapirmayman degandek qilib shunaqa ham boshladim. Endi Instagramga chiqqandan keyin o'sha sekin odamlar tanishni boshladi, o'sha savollar oqimi o'sha kuchaydi. O'sha men bildim, o'zim o'sha yana anaqa o'sha bilimga muhtojligimni yana o'sha kamayotganini sezdim-da. Endi qaqqadir o'qiyman deb o'ylayotdim. Bizani outsourcing korxonada 2 ta buxgalterimiz Glabuxda o'qishyapti qarsamda. O'sha kirishibdi. Men bilmas ekanman sizni. Eshitganman, налоговый ekspert Zamira Jo'rayeva ko'rganman umumiy, lekin sizni bunaqa kurslaringiz borligini men eshitmagan ekanman. Shu paytgacha-da. Ular kelyapti, живойda ko'ryapmiz, shunaqa maqtashyapti. Voy dedi, davay dedi, o'sha outsourcing korxonada 3 ta buxgalter, men yana 2 ta o'sha Glabuxga yozildi. Glabuxda kelishimlik zaпрос nima edi asosan? Men оборотlarni ham tushunaman. Provodkalarni yaxshi bilaman, lekin meni og'riqli temam bu soliq kodeksi. Men soliq kodeksini bilmayman. Men Lexusga ham ochib olaman de, qanaqa qidirishni ham bilmayman de, ochib olaman. Xatga qidirishi, nima yozishni ham bilmayman, rostdan ham bilmayman. Qonun bilan ishlash qiyinchiligingiz bo'lgan? Bilmayman. Keyin misol uchun savol tushib, bir nima tushdim, bizda kuratorimiz borlar, boraman, ko'rib bering desam, ular ochadilar, foto tashiylar, mana shunaqa demak shu ekan. Yoki joy borsa, topa olmasam ularni yoki auditorimizga telefon qilaman, endi yaxshi atnashingda, iltimos yordam bering. Nima bo'ladi shu qonunda nima degan, ulardan so'rayman-da. Va soliq Glabuxga shu zapros bilan keldim va aynan shu zaprosim даже munchalar ham ochib beriladi deb o'ylamagandim. Yerga anaqa keldim. Birinchi kuni darsga kela olmaganman. O'zbekistonda emasdim.
keyin haftani o'rtasida O'zbekistonga keldik. Ishxonadagilar kelishgan, tarqatma materiallar berishdi deyishdi. Voy, men olmadim, lekin yozdim. Tarqatma materiallar berib silatsam, adresingizni ayting deyishdi. Hop, adresimni tashlab oldim-da. Ertasi kuni ishxonamizga kelyapti. Necha pul bo'ladi? Dostavka etsam, yo'q, bizdan tekin deydi. Birinchi marta o'sha payt hayron qolganman. Qanaqadir bu yerdachi mehr bor-da. Mayli arzimagan puldir, lekin o'sha narsa menga вообще hayron qolganman. Chunki men o'zim aybim bilan kelmaganman. Hamma anaqa qilgan, lekin men qayoqdan kelyapti, qayoqdan men ancha ishxonam uzoq расстояние bilaman, lekin menga shunday olib kelib berishgan. Ertasi o'sha kuni o'zida yozyapman, men get kursga ulanmoqchiman desam, o'sha hamma narsa оформление o'sha kuni get kursga ochildi. O'sha kuni get kursi ochildi, o'sha kuni ko'ryapman, xuddi живойda o'sha kun darsda o'tirgandek his qilaman o'zimni va Videoni zapisini ko'ryapsiz. videosini get kursda ko'ryapman-da, xuddi Platformada. o'sha darsda men his qilaman. Birinchi darsi o'zida soliq ekspertini shunday kart ochib berdingiz-da. Birinchi darsi o'zi 7 da o'shada. Shunday ochdingiz-da, qayerda, qanaqa qaraladi, qanaqa o'qiladi, qayerga qarash kerak, nima. Misol uchun bitta moddani o'qidingizmi? Misol uchun imtiyoz haqidami nimadirmi? U nima haqida, qaysi soliq kodeksida, qaysi soliq haqidaligi, demak bo'limga chiqish kerakligi. Mana o'sha shunaqangi ochib berdingiz, voy, oson ekan bo'ldi-da o'shada bitta yelkadan tog'antardi. Keyin men sizga rosa ham rahmat deyman soliq kodeksi uchun. Mayli elektron boshqa ekan, lekin men живойda birinchi marta eng katta podarka shuda. Soliq kodeksini katta podarka qilib hammaga bu tarqatish bu eng katta bir podarka deb hisoblayman. O'z-o'zimizga berib yubormasda, bilmadim shu paytgacha sotib olmagan ekanman yoki qidirmagan ekanman yoki bilmagan ekanman. O'z sotib olaman desangiz ham sotib ololmaysiz, chunki oxirgi varianti yo'q. Soliq kodeksini har oy o'zgarish kiritiladi etga. Har bitta yangi boshlanayotgan potokka biz yengitdan raspечатка qildirtiramiz zakazga-da. Eng oxirgi variantdagi kodeksda ishlattiramiz. Sizlar ham ishlagan paytinglar o'zinglar uchun o'sha eng oxirgi chiqqan kodeksda ishlagan Soliq bo'lgansizlar. ekspertida o'qidim, yana ikkinchi marta podarka keldi. Uni baribir Qanaqa ishladingiz kodeks bilan? Bo'yab chizibmi yoki akkuratni qog'ozda ruchkada yozdirmasdan? Endi misol uchun oldin ham ko'rganman, o'qiganman, qiyin-da tushunishda. Negadir qiyin. Endi bitta menga qiyin desam o'zi yetishdi, hammaga qiyin. Buni ustoz bilan o'rganmasa qiyin ekan va обязательно o'sha bo'yattirasiz. Ключевой so'zlarga qarab qayerda o'qish kerakligini bilib, o'sha baribir tegida nazariyam yaxshi bo'lganiga, amaliyotim 10 yil o'qiganimgami, menga Glabuxdan ancha narsa olmadi. Har kuni lampochka yoqib. Endi yana aytaman, misol uchun men faqat o'zimni kurugimdagi firmalar, o'zimdagi to'qnash kelgan mavzular bo'yichagina ma'lumot bilaman boshqa. Lekin o'sha Glabuxga kelsam, butun iqtisodiyot ochildi. Butun O'zbekistonda qanaqa firmalar bor, qanaqa lingvitalar bor yoki nimalar qilish mumkin, qanaqa udержаниялар bor, butun nimalar bo'lish mumkinligi hammasi yozilgan. Hammasini ochib berdingiz. Menga sizni yoqadigan bir podxodingiz, mana boshidan boshlaysiz, tushuntirib berasiz. Masalalar bilan o'zingizni juda ko'p yillik bilimlingiz, tajribangiz bor-da. U firmada buni ko'rganman. Bu firmada mavzuni o'tiryapti, lekin buni qachon qayerda qo'llash mumkinligini o'sha misollar bilan, keyslar bilan aytib ketasiz-da. Oh deysiz, bo'ldi, o'sha esda qoladi-da bu narsalarda. Voy deysiz-da. Mana anaqani Glabuxda o'qiyotganimda foyda solig'ida aytyapsiz-da. Daromadli qismida agar dedingiz, 25 yoshdan qo'llaysizlar aytyapsiz. 25 yoshdan kichik bolalarga, kichik insonlarga ijtimoiy soliq qaytarasizlar-ku dedingiz. Men bu yerdan qaytarasizlar. Особый uni aytmayapsiz. Qaytarasizlar. Agar pulinglar qaytsa, bu yoqqa qo'yasizlar, daromad negaligini ham tushuntirib ketyapsiz. Lekin o'sha narsani eshitdim, qilmagan ekanman 25 yoshga. O'shani momentali ko'rsatganingizda o'q dedim deb borib qaysi firmam bo'lsa hammasini ochib ko'rdim, qilib ko'rdim. Imtiyozlarni qaytardingiz. Imtiyozimni qaytarib o'xshayapti. Keyin o'sha outsourcingga ham aytdim. Mana bunaqa ekan, o'xshaganidan keyin, qilib bo'lganimdan keyin xursand bo'ldim, aytdim. Keyin Glabuxda mana shu o'qiyapman. Aniq aytib ketyapsiz.
jismoniy shaxslardan olinadigan подоход налогda moddiy naf tarzidagi agar korxona yutuqli o'yin o'ynasa, podarka qilib berib yuborsa, misol uchun aslida uni 12%ni ushlab qolish kerak, lekin u natura holatida bo'lgani uchun qilolmaydi. Shuning uchun ariza yoziladida va ularga ko'rsatiladi deb aytyapsiz. Подоход налогini Excel'ni ikkinchi listida отчетda 0.12 qismida va tagida yozib qo'yilgan 0.12 yana biri. Ana o'sha yerda bu yerda yozma arizasiga asosan shu yerda ko'rsatishingiz kerak dedingiz. Yana aytdingizki, bir yilda bir marta spravka topshiriladi dedingiz. Spravka topshiriladi. O'sha spravkaga ham, ya'ni shu odamlardan men подоход ushlab qolmaganman deb PNFLlari bilan yozib ko'rsatishingiz kerak. O'sha narsani aytdingiz. O'sha kuni o'qidim. Как раз bizani firmada 13 ta televizor, 2 ta холодильник o'ynadi. Ularni bezaplati faktorlarni chiqardim, обязательно unga o'sha оформлениyaning qonuniy asosini bilasiz. Hamma narsani zo'r qildi, Xudoga shukr. Kichkina so'rab nima bo'lyapti, bu nima yoki anaqa emas, aniq. Bu bitta просто anaqada, atak hamma narsa ko'rsatilyapti. Keyin misol uchun hech qachon imtiyoz degan narsani endi eshitmaganman yoki qo'llab ko'rmaganmiz, bilmayman. Endi men o'zim shaxsan boshqalar qilgandir, men qilmagandim. Va shu foyda solig'idan 15% dan 7,5% tushirishgan. 10 milliarddan oshsa, o'qidim, darrov qidirishni boshladim. O'zingizda bo'lsa, boshqalarda ham qidiringlar dedingiz. Men qarasam o'zimda bor ekan. Как раз Allohim mehribonligi bilan 10 milliard oshibdi. Keyin siz aytasiz, ya'ni gapirish, rahbarga qanaqa tushuntirish, bundan siz bonus olishingiz kerakligini ham juda ham yaxshi qanaqa xatli yozasiz, налоги ketma-ketligini shundoq taxlab beryapsiz-da. Keyin direktorga telefon qildim. Shunaqa dedim, 10 milliarddan oshibsiz. Men hozir malaka oshirish kursida o'qiyapman. Menga shunaqa imkoniyat, ligota bor ekan. Xohlasangiz, shu ligotadan sizga qo'llab beraman. Buning uchun налогиga mana shu imtiyoz qo'llab xat yozishim kerak, ularni kutaman, javob yozaman. Keyin ular rozi keyin knopkani bosgandan keyin hamma отчетlarimni перерасчет topshiraman va kartochka litsevoy счетimizda предоплата pul paydo bo'ladi. Ana o'sha masdan pul so'ramayman naboda, lekin o'sha предоплата pul tush bo'lgandan keyin rozi bo'lsangiz, agar menga shu bonus ajratsangiz, men shu ishga vaqtimni ajrataman, qilaman desam, bo'ldi dedilar-da. Faqat yil tugasin dedilar. Ha, xo'p dedim. Yil tugadi. Keyin boshlaymizmi desam, davay dedilar. Keyin o'sha siz aytgandagi ligota imtiyoz qo'lladim. Qancha ekonom qildingiz firmaga? O'sha 1 yilda o'zida 200 million to'lagandik, ровно 100 million ekonom bo'ldi. Ровно 200 million. Hozir men 9 oyligini qaradim. Bu ikkinchi yil ham davom etyapti bu. 9 oyligini o'zida 7,5% bo'lganda 150 million to'ladi korxona. O'sha оборотini ham ko'tara oldi. Soliq yuki kamaygani uchun o'sha оборотini ko'rsatib, оборотini ham ko'tara oldi. Firmani o'ziga ham qancha bonus bo'ldi, sizni bilimingiz. To есть bu ommaga, xalqqa foydasi bo'layotgan bilimlar bo'lyapti. Albatta. Siz bundan qo'rqmayapsizmi imtiyoz qo'llashga? Yo'q. Qo'rqmaslikka sabab nima? Qo'rqmaslikka sabab chunki yozib qo'yilgan qonunda. Qonunni bilasiz. Qonunni bilaman, ha. Yozib qo'yilgan imkoniyatlar bor. Bemalol ishlaymiz. Xohlasang imtiyozdan foydalan yoki foydalanma. U ham vыбор o'zimizda va buni kim o'qisa, bilsa, обязательно bu foydali. O'zimizga, rahbariyatga, jamiyatga, tadbirkorlarga ham foydali-da. Demak, Gulnora, hozir men shunaqa xulosa qilyapmanki, mana shu qismidan razgovorimizni qonun bilan ishlashni o'rgandingiz Glabuxga kelib, qonun asosida hamma operatsiyani o'zingiz xulosa qila olganingiz hisobiga уже sizni maslahatga ehtiyojingiz qolmadi, hech kimga murojaat qilmayapsiz, bu stress yechildi, soliq organi bilan erkin gaplashyapsiz, tadbirkor bilan gonorarni erkin muhokama qilyapsiz va bilimingizni уже pullay olyapsiz. Bitta bilimni amalda qo'llab unga foyda keltiradigan bo'lsangiz, siz unga bonus gonorar olyapsizda. Aha, yaxshi. Gulnora, endi mana shu joyda mana keyinroq o'qiyman, hozir vaqtim yo'q, ishim ko'p.
там man baribir tushuna olmasam kerak, Globokga hali levelim tortmasachi, puli qimmat ekan deydigan to'siqlar bo'lishi mumkin. Mana shunaqa to'siqda turgan odamlarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Nimaga ular bu to'siqqa o'qishda o'ziga baryer qilib qo'yib olgan? O'zi bilan o'qishi o'rtasini, bilimi o'rtasini to'sib qo'ygan shunaqa bahonalar bilan. Sizda moliyaviy holat qanaqa bo'lgan Globokga kelganingizda? Qiynalmaganmisiz to'lovlariga? Yo'q, qiynalmaganman. Bilasizmi, niyatda bilmadim. Niyat qilsangiz hamma narsa yetib keladi. Uni bila olish kerakmi, ko'ra olish kerak. Men misol uchun rahmat aytaman, misol uchun sizga mana aytyapsiz. Mana shu podkastlarni olib chiqibman, misol uchun odamlarga ko'rsatib beryapsiz. Agar bilmaysa, eshitmasa to'g'ridir-da, lekin hozir internet zamoni. Hamma narsa ochiq ko'rsatilyapti. Shuncha aytilyapti, shuncha shuncha odamlar o'qiyapti va shuncha natijalarni ko'rsatishyapti-da. Agar odamlar o'zi xohlamasa, ularni vыборы, ularni tanlovi bo'lib qoladi-da. U hech kimdan kelajakda menga bunaqa bo'ladi. Hozir hamma o'qiyotgan payt, nazarimda hamma ko'ryapman, hamma o'qiyapti, hamma rivojlanyapti. Chunki jamiyat rivojlanyapti. Kundalikda yangi narsalar chiqyapti-da. Hamma, misol uchun даже men ko'rdim, mana kursda o'qiyapmiz, qayta o'qishyapti. Boshida men ham kelganimda tushunmaganman, nimaga bular qayta o'qiyapti desam, hammani bilim darajasi, уровени har xil. Siz bir xil dars o'tganingiz bilan hammani qabul qilish har xil-da. Ular misol uchun kamroq qabul qildimi, shuni o'zi tushundimi? Ertasi kuni yana kelib, misol uchun keyingi yil qachon pul topsa yana o'qiyapti. O'zi bir marta eshitgan mavzuni ikkinchi marta eshitganini o'zida juda yana katta informatsiya olyapti. Siz mana get kurs bergansiz, men o'zim ham o'qiyapman deb darsda eshitganimiz bir boshqa. Get kursda mana misol uchun 6 oyga srok berib qo'yasiz. Misol uchun men bir kun yakshanba kuni darsga kelaman deb mashinaga ketayotganimda ertalabda sizni darsingizni повторно eshitaman. Bir hafta davomida. Bu narsa voy deyman. Boshida eshitganimda eshitmay qolgan narsam oxirida gapirdingiz-da, bu hafta orqaga qaytsam boshida shu gapni aytib ketgan ekansiz-da. Voy dedimda, yana ham ochiladi-da. Odamni o'zida vыборda shuncha imkoniyatlar qilinyapti o'qishga, boshqaga. O'zi xohlasa, menimcha hamma yoq yorib ketadi. Imkoniyatlar bor. Implasdagi narxlar masalasida fikringiz qanaqa, Gulnora? Yo'q, judayam arzon, premli judayam. Chunki bilasizmi, men aytaman, Implus bu mehr-muhabbat maskani. Hammamiz buxgaltermiz-da, hammamiz bundoq xarajatlarni bundoq bilamiz-da. Bu yerdagi arenda masalasi, masalan uchun katta joy olinyapti. Bu yerga kelinyapti, har kuni suvlar olib ko'rinyapti. Tarqatma materiallar berilyapti. Ustozi qancha bilimi, masalan uchun biz bitta ligotani qo'llaganmiz, undan ko'pini olamiz-da. Bu yerda get kurs bor. Coffee breaklar qilasiz. Oxirida tortlar berasiz. Bilasizmi, bu mehr-muhabbat bulog'i-da men uchun-da. Men bu yerda keyin networking, bilasizmi? Yana bitta narsa aytaman, Impulsga kelishimdan oldin mayli, kattaroq oylik olaman deb o'zim hisoblayotganman. Keyin Impulsga kelganimdan keyin shu chista buxgalter uni ko'rib, yo'q, hali harakat qilishim kerak ekan degan anaqa ochildi. Ana patolog deyishadi-yu. Mendan katta bilimi bor. Xo'p, roziman, men bilimi katta oylik olayotgan, jamiyatga ko'p foyda keltirayotgan buxgalterlarni ko'rdim-da. Bilasizmi, shu kelganingizni o'zida o'shida patologingiz ochiladi, o'sishga, o'zingizga ham pul tomonlama, ham bilim tomonlama o'zingizda o'sha ko'zingizda namuna turadi, shablon. Hech kim o'zi misol uchun birorta tadbirkor o'zidan o'zi pul berib qo'ymaydi. Qaysidir og'rig'ini yengil qilyapsiz, xotirjam ishlayapti, uni anaqasi to'g'ri yaxshi yurib ketyaptiki, demak u qarab o'tirmasdan pulini beradi-da. Shuning uchun ham bilim eng kerak narsa. Yana shu yerda aytaman, bilasizmi, bilim, men misol uchun o'zim hayotimda shu bilim eng yaxshi narsa. Ishlasangiz, men ishlasam, bilim olsam, maza qilaman. Boshqa bekorchi narsalar yoki qo'rquvlarim yengiladi.
bilim boshingizda yaxshi narsalar ishda bo'lsangiz ana hamma narsani o'ylayvermaysiz yoki bir nimalar qilolmaysizda xotirjamlik bor deb hisoblayman o'zi. Serial ko'rish o'rniga git kursdan inpast darslarni повтор ko'rish yaxshi. Ha, albatta. Хорошо. Хорошо, o'qish, bilim haqida gaplashdik Gulnora. Ozgina shaxsiy hayot haqida ham gaplashsak. Turmushga chiqishingiz, oilaviy hayot, qaynona, qaynota, farzandlar, turmush o'rtog'ingiz haqida ozgina gapirib bersangiz. Necha yoshda turmush qurdingiz? Nechta farzandingiz bor? Ular hozir necha yosh? Moliya institutida o'qiyotganimda turmush qurganman. Allohga ming shukr deyman. Xarakterim shunaqaki, misol uchun bir odamni yaxshi ko'rsam, qattiq yaxshi ko'rib qolaman deb o'ylardim va shuning uchun o'zimni hech qachon qalbimni ochmaslikka, o'sha yoshlik paytimda o'qishga faqat diqqat e'tiborim bilim olishga harakat qilganman. Va Allohni bilmadim mehribonchiligi bilan yaxshi bir turmush o'rtoq suvchi orqali kelgan. Ular bilan turmush qurganmiz. Bu yerda bir mo'jiza deyman. Xo'jayinim ham misol uchun qizlar bilan yurmaganmi yoki anaqa birinchi qanaqadir uni ham onalarini juda yaxshi ko'rganlar, ular ham o'qimishli, bilimli, ular ham o'qiganlarda ularni ham hayotlarida, meni ham hayotimda birinchi bir sevgi bu shunaqa bo'lgan. Men sevdim, sevildim, juda yaxshi oila bo'ldi. Allohim farzand berdi, xo'jayinim magistraturalarni bitirgan, juda bilimli inson edilar. Inson edilar, hayotda shunaqa har xil past balandliklari bo'lar ekan, yoki sinovli kunlari bo'lar ekan. Men magistraturada o'qiyotganimda o'ylaganman-da, xo'jayinim juda meni yaxshi ko'radilar, men ularni qattiq hurmat qilaman, juda yaxshi oilaviy muhit, farzandli bo'ldi, farzandim bor, xo'jayinim ishlari yaxshi, bir-birimizga ishonch yaxshi, Xudoga ming shukr. Men to'la baxtliman degan paytimda, magistratura birinchi kurs bitirganimda, xo'jayinim kasal bo'lib qoldilar va shu bilganimdan keyin 1,5 yildan keyin vafot etdilar. O'rtada yana farzandli bo'ldi. Necha yosh edingiz o'sha paytda? 28 yosh edim menimcha. Siz 28 yosh edingiz. Qo'lingizda ikkita farzand qoldi. Bittasi necha yosh edi o'sha paytda? Katta farzandim endi 4 yoshga to'lish arafasida edi. Ikkinchi farzandim 11 oylik chaqaloq edi. 11 oylik chaqaloq edi. Gulnora, nima kuch berdi sizga mana shu endi yolg'iz hayotda, как suyanchiqsiz? Oldin suyanchig'ingiz xo'jayiningizlar bo'lganlar. Endi ular yo'li, suyanchiqsiz qoldingiz. Nima berdi sizga kuch-quvvatni? Nimadan kuch oldingiz? Nima sabab bo'ldi keyin oyoqqa turib keta oldingiz? Boshda juda og'ir bo'lgan. 6 oy, 7 oy mana stress eng og'ir darajasi yiqilish bo'ladi. Juda qattiq og'irlik bo'lgan. Hammani ayblardim o'sha paytda. Hamma aybdor. Lekin shu rosa namoz o'qirdim, Xudodan so'rardim. O'sha joyda bitta misol uchun qaynonamga rahmat aytaman. O'sha paytda ham ikkita yetim bor. Tadbirlar qilmanglar deyishardi-da. Tadbir qilmanglar deyishardi, lekin ular yo'q deyishdi, biz qilamiz tadbir deyishdi. Ya'ni mavlidlar, shu yerda ham bilim, Zamira opa, bilim. O'sha yerda mavlidlar kelib aytishardi, sabr, onasiga va kelinga sabr va Alloh bitta sinov berdi, shu narsadan yengish kerak. Ulardan kuch oldim va ulardan keyin ham misol uchun Qaynotangiz bilan qancha turdingiz turmush o'rtog'ingiz vafotlaridan keyin? 7 yil. 7 yil birga turdingiz. To есть bir-biringizga suyanchiq bo'ldinglar. Siz ularga ko'proq suyandingiz, qaynotangizlarga o'sha paytda? Shunaqa desa ham bo'ladi. Shu ko'proq men bu ma'ruzalar eshitdim. Allohga
ko'proq yaqin bo'ldim. Mana shu aytishadi, misol uchun agar Allohga bergan sinoviga rozi bo'lmasang, bitta sinov berildi, sinoviga rozi bo'lmasang orqasidan yana bir misol uchun yana sinov keladi degan gapda. Misol uchun kichkina farzandim ketma-ket kasal bo'lishni boshladi, keyin qo'rqib ham qoldim. Shunaqangi bilasizmi, har kuni uyda o'tirardim hisob-kitobda. Agar mana shu kuni shu ish bo'lmaganda, xo'jayinim balki ko'proq yashardi. Agar shu ish bo'lganda, har kuni mana shunaqa edi. Keyin shunaqangi keldiki, уже oxirini yetolmay qoldim-da. Keyin mana shu 6 oy, 7 oy o'tgandan keyin shu kun keldiki, man bo'ldi, man taqdirim ekan. Allohim, peshanam ekan. Man taqdirimga roziman. Mani taqdirim ekan deb o'shanda tan oldim. Allohga ming shukr etdim. Allohim, peshanamda yolg'izlik bor ekan. Bevali bilan sinaganing uchun rahmat dedim. Har holda qaynog'am uyda bolalarim bor. Уже bolangiz kichkinangiz kasal bo'lganidan sizni qo'rquv bosdi уже siz qabul qilishingiz kerakligini tushundingiz. Bilimlar oldim hamda, bilimlar oldim, odamlardan so'rayman boshqa va hayotimda mana shu xo'jayinimlar mashinaga pul to'lab qo'ygandilar menga. Ular vafotlaridan keyin chiqdi, qayntamga menga оформление qilib berishdi. O'sha endi hayotim, shaxsiy hayotim bu. O'sha yerda vajdeniyaga o'rgatadigan bir ayol keldilar. Ana o'sha Alloh tomonidan yuritib yuborilgan o'sha ayol beva ayol ekanlar. Men bilmaganman, prosta ayol kishi deb chaqirsak, to'satdan kimdandir o'sha beva ayolim. O'shalar meni hayotimga o'shanda parokanda edi fikrlarim. Misol uchun men bir yil o'tgandan keyin ketaman. Qaynaqaytam ulardan bari ketaman, xo'jayinim yo'q, bu yerdan ketaman degan aniq nastroyda mana shunda turgandim. O'shalar aytdilarki, qolgin dedilar. Yo'q, menga qiyin, xo'jayinim yo'q, bu yerda yasha olmayman desam, hozir hayoting loyihalangan dedilar. Tinadi dedilar. Tinadi, sabr qilgin. Agar bu yerda qolsang, birinchidan bolalaringga yaxshi, uying, joying bor, ikki tomonlama doda buvili, boshqa. Qaynona qaynotangga yaxshi. Mayli o'g'il o'ldi, lekin sen ikkita farzand bor, har holda silib etdi yurganinglar ularni ozgina ko'nglini bosadi. Ota-onangga yaxshi, yoqqa borib olsang baribir etga ham ko'zlik uchib turmayapti. Seni hech kim haydamayaptimi bu yerdan deyishdi. Yo'q, meni hech kim haydamayapti, lekin baribir ketishim kerak deb o'yladim. Yo'q, sen sabr qilgin deyishdi. O'sha paytda o'yladim. Keyin analiz qilishni boshladim. Qarasam hamma menga hurmat bilan muomala qilishyapti. Uyda qaynotam, qaynonam, qaynukam, o'g'sinim, hamma narsani hech kim jerkimayapti, turtmayapti, urushmayapti. Mana ba'zi oilalarda uchrab turadi-yu, kelinni mensimaslik yoki oxirgi o'ringa qo'yish. Bu ham bilimdanmi deyman, chunki qaynona qaynotamgilar ham bilimli, ilmli insonlar. O'g'sinimda ziyoli oila, o'g'sinim, qaynukam, ziyoli oila. Men yaxshi yashadim o'shanga. Endi bu yoqda ham qarsiki qo'ldan chiqadi. Men ham qo'limdan kelganicha xizmatligini qilib, o'zimga, bolalarimga qarab yashadik, yaxshi yashadik. Yaxshi 7 yil, undan keyin ham yashadingiz. Ishga chiqishingiz qachon bo'lgan? Siz turmush o'rtog'ingiz to'g'rida, demak, ishlamagan bo'lgansiz. Ishga chiqishingiz qanaqa bo'lgan? Shu ular vafot etganlarda 11 oylik farzandim bo'lsa, shu 1 yilcha pashti o'tdi. Noyabr oyi edi. 11 oy bo'lganda, o'shanda oyijon ishlardilar. Pensiya yoshiga yetib, ular ishdan ketadigan bo'ladilar. Ular ketayotganlarda, keyin men oldilariga kirdim. Menga hali kichkina qizim, hali bog'cha yoshida emasdi, bog'chaga bermagandi. Mayli, menga ruxsat berasizmi? Men ishlasam deb so'radim. Qayerda ishlaysiz dedilar. Ular ham bilishardi, yaxshi o'qishimni, bakalavr, magistraturada ham xo'jayinim ham qo'llab-quvvatlab, netbooklar olib berib, darslar qilishimni yaxshi bilishardi. Yaxshi bilimingiz bor, kattaroq bir ishxonaga kirmaysizmi deydi. Yo'q dedim, menga hozir asosiy maqsad ishlash, pul topish emas. Menda asosiy maqsad chiqish, ozgina stress yengish, sekin hayotga qaytish, bilim olish. Ko'proq bolalarim bilan birga bo'lish bo'lgan. Shuning uchun o'sha
Odamlar ishxonalariga borib, yarim kunlik stavkada borib, kelib, ishni o'rganib, sekin mana qildim. Qancha yurdingiz adangizlar ishxonalarda keyin? 1,5-2 yilcha. 1,5-2 yil. Keyin bu outsourcega o'tdingiz Outsource va qildim. shu yerda qotdingiz Ha, outsourceda. qotdim. Aha. Hozirgi holatda qizlaringizga qanaqa tarbiyasiga vaqt ajratyapsiz yoki ular bilan shug'ullanyapsiz yoki qanaqadir qo'shimcha zanятиялari? Farzandlarning tarbiyasida qanaqasiz? Doimiy man lekin o'zim ham yaxshi ko'raman. Yoshligidan bular tug'ilgandan boshlab обязательно занятиялар qilamiz. Doimiy vaqt ajrataman. Bizda bunga qo'yib qo'yishadi ham imkoniyat bormi? Balki kim mana dars qilishiga shanba-yakshanba, misol uchun bog'chadan payti uyda ham обязательно dars qilishiga imkoniyatli narsalar sotib olib kelib berib, o'qittirib, kitoblar olib kelib berib, o'qittirib, yoshligidan o'qittirgan. Yana shu yerda aytaman, baribir gen ham ta'sir qilar ekan. Baribir meni ham oilam o'qimishli, xo'jayinim tarafdan o'qimishli bo'lganimizga bolalarim ham Oson iladi, oson, aqlli iladi. Shuning uchun ham Xudoga ming shukr aytaman. Qo'shimcha zanятиялari bormi maktabdan tashqari? Bor. Nimalarda qatnashishadi bolalar? Boshidan raqs to'garagiga qatnashgan kichkinaligidan. U ham juda ham professional raqs edi. Udan juda ko'p mana o'zini birinchi mana xo'jayinim vafot etganlarida berganman katta qizimni. Berishim sababi otasini vafot etganlarini aytganmizda, aytgandan keyin ozgina o'sha amakisini ko'radi. Amakisini qizini tengdoshi bor edi, ko'radi. Analiz qilishni boshlaganda shu bolaga qo'shilsin deb 5 yosh, 4 yosh edi o'sha, 4 yoshdan oshgan, 5 yosh, 4 yosh ekan. O'shanda berganman. Yerda sahnalarga chiqib, o'zini erkin qo'yish, bolalar o'shandan berganman. Bizga faqat o'sha qulay edi o'sha paytda. O'shanaqa berdik. Keyin ingliz tili, o'qishlar, o'zim ham o'qish. Katta qizimda shunaqaki, o'zi mustaqilroq, o'zi mustaqil o'qiydi. Kitob berib qo'ysangiz, o'zi mustaqil o'qiydi. Kichkina qizimni yonida o'tirishingiz kerak. Uni ham masalan hozir ham, yozda ham kitoblar olib kelib beraman-da, o'qitsangiz-chi, ana qiziqishi unga odam kerak. Keyin yonimga qo'yib qo'yaman-da, o'qib ber deyman, gapirib ber, u gapiradi, birga o'qiymiz. Ishxonaga birga, maktabni ham yonimga olganman. Ishxonaga ham shunda peshkom borib keladigan yaqin. O'quv kursini ham o'sha yerdan oldim. O'sha yerda o'zida borib olib kelamiz. Albatta maktabdan keyin обязательно занятие. Hech qachon bo'sh qolishmaydi. Juda qat'iy tartibda ertalab voqli uydan chiqib ketamiz, kechqurun birga kirib kelamiz uyga. Gulnora, demak sizda hozir shunaqa farzand tarbiyasida shunaqa narsa bo'lganki, shakllanganki, qiz bolani o'qitish, ilmli qilish, kasbli qilish, вообще qiziqishlariga qarash kerak degan narsa shakllangan. Albatta. Menda bitta nimaga bu narsani so'rayman, bitta ayol ishlardilar. Nima qilmoqchi bo'lsalar faqat o'g'illariga qilardi. O'qitmoqchi bo'lsa, o'qi deb yalinardi, o'g'li o'qimasdi. Qizi orqasidan yurardi. Oyi, meni o'qiting, meni bering, mana shu yerda ingliz tili bor ekan, meni bering desa qizini o'qitmasdi. Keyin nimaga qizingizda o'qishga qiziqishi bo'lib turib, siz o'qitmayapsiz qizingizni? O'g'lingizni xohishi bo'lmasa, siz uni majburlayapsiz. Qizim boqmaydi-yu, meni ertaga o'g'lim boqadi-yu dedi. Men вообще shokka tushib qoldim. То, что o'g'lim meni ertaga boqadi, o'shaning uchun faqat o'g'limga investirovать qilaman. Qizim erga tegib ketadi, menga taqba ertaga qaytmaydi degan podxod bor ekanda, bu aksariyat ayollarda bor ekan. Bu narsaga sizni fikringiz qanaqa? Mana hozir juda ham ko'p eshityapman shu narsani. Bu 17-18 ga chiqadi, uzatvoraman, и всё. Nima qilaman? Lishniy tratdan o'qib nima bo'lardi? Bu uy ishini qilishni o'rgansin, ovqat shirin qilsin, tikishni o'rgansin, qiz bolaga mos keladigan. Nima qilib berardi o'qib? Erga tegib ketgandan keyin bu meni boqmaydi degan podxod bor-da. Lekin farzandlarni ona tarbiyalaydi-da. Ona tarbiyalaydi ko'proq ona. Agar u o'qimasa, kelajakda xo'jayini ishlatmasa ham, boshqa qilmasa ham, uni yoshlikdan unga bilim berilsa, o'qisa, u farzandlariga o'sha bilimini beradi. U farzandlarni albatta ayol kishi o'qishi kerak. Kelajak avlodimiz ilmli bo'lishi uchun ona ilmli bo'lishi kerak. Ilmli bo'lishi kerak ham. Har xil hayotda har xil vaziyatlar bo'lar ekanda, o'shalarni ham to'g'ri qabul qilish, boshqa hammasi bilimda. Shuning uchun albatta ayollarni, qizlarni o'qitish kerak.
Man двойной qaytanga qiz bolaga e'tibor berish kerak deb o'ylayman. Двойной именно o'qishda, ilmda o'g'il bola как бы ko'chani odami baribir urishib yengib tushunib oladi, что bilim bo'lishi kerak, harakat bo'lishi kerak, o'shanda nimagadir erishadi. Потому что u постоянно ko'chada. Qizlarimizni biz mehr bilan, zabota bilan o'rab olamiz, to'sib qo'yamiz, u hamma yomonli narsalardan-da. Qizlarga hozir двойной вклад qilmaydigan bo'lsak, u ham bitta inson, shaxs, mustaqil shaxs, ertaga katta bo'ladi, uni hayoti bor, qiynalishi bor. Ertaga shu bo'lishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklar osonroq o'tadi agar fundamenti baquvvat bo'lsa. Fundament bu bilim, miyaga qilingan investitsiya. Miya bilan baribir ishlash nisbatan osonroq, qo'l mehnati bilan ishlab pul topishdan ko'ra. Gulnora, mana siz hozir o'qish masalasiga yana qaytadigan bo'lsak, o'qish masalasida siz 24-yilda Glaboxda o'qidingiz. Endi qonun bilan erkin ishlaydigan odam bo'ldingiz. Shu Glaboxdan olgan bilimlaringizni o'zi bilan tadbirkorlarga pullarni ekonom qildingiz, orqasidan o'zingiz gonorar oldingiz. Shu yetarli bo'lmadimi? Nimaga bu yil yana boshqatdan kelib soliq ekspertida o'qishni davom ettirdingiz? Hali ko'p yana o'qishlaringizda o'qish niyatim bor. Soliq ekspertida o'qidim. Soliq eksperti Glaboxi как davomi. Ya'ni bu yerda yana ham chuqurroq kirish, yana ham bilim berishda bu yerda. Bir yil demayli o'qidik, ko'rdik. Hozir soliq ekspertida o'qiganimda yana bilimlar yana kuchaydi. Yana analiz qilish, misollar bilan ishladik. Ko'p misollar ishlab, imtiyozlarni juda ko'pini o'rgandik bu yerda. O'rgandik. Mana shu ham yana qo'llab ketdim mana ishxonamizda. Misol uchun men ham necha yildan beri ishlayman, rezidentlik sertifikati nimaligini bilaman. Даже o'zim olganman rezidentlik sertifikatini O'zbekistondan korxonamizga. Usluga bo'lsa rezidentlik sertifikatini qabul qilamiz. Siz darsingiz bo'ldi как раз-da. Qanaqa bo'lish kerakligi, aslida rezidentlik sertifikati, apostilla bo'lish hamma narsa va saytdan tekshirishinglar mumkinligini aytdingiz-da va o'sha yerda bitta Gruziya firmasinikini rezidentlik sertifikatini mana ochdingiz, qani saytdan tekshirib ko'ramiz dedingiz-da. Shunaqa saytdan tekshirib ko'rdingiz, chiqdi-da bir xil. Ana bu to'g'ri ekan dedingiz-da. Ozginadan keyin menga shunaqa usluga bo'lib qoldi, rezidentlik sertifikati kerak desam, tashlab berishdi. Bir varroq Xitoyniki rezidentlik sertifikati, keyin Xitoyga linkini ochib tekshiraman deb qo'yibman-da. Hech qo'ya olmayman, o'xshamaydi. Sifra qo'yish kerak edi, chiqmaydi-da. Tushunmayapman. Keyin xalqaro aloqalar bo'limida ishlaydigan xodimga aytdim, chiqmayapti, bilmayman nima, tushuntirib aytgin, mana bu Xitoyga o'ziniki, mana shuni qilganda topib bersin menga dedim. Bersam, ular zaпрос jo'natgan, aytishdiki, "Voy, uzr" deyapti, biz oxirigacha yetmamiz deyishgan. Oxirigacha yetmamiz deyishgan. Yana to'g'rilab beramiz deyishdi. Xo'p deyishdi. Keyin anchadir vaqtdan keyin endi yana hujjat tashlashyapti. Mana bo'ldi deyishdi. Endi bir varroqli rezidentlik sertifikati emas, 3 varroqli Xitoyga bo'lib kelyapti. Xo'p dedim, endi aytishyapti. Men bu sifrani, men 3-varroqdagi va bu apostildagi bu va bu sifrani qo'ysang shu chiqadi deyishdi. Xo'p dedim, qo'yib ko'rdim. Qo'yib ko'rsam, faqat apostil chiqyapti-da. Bundoq qarayman, erta firmani oti yozilmagan-da. Bundoq qarayman, mayli yana so'rayman-da. Mayli-ku-ya, xo'p, tushundim, to'g'ri, bitta apostil chiqyapti, lekin tepadagi PDFlar chiqmadi menga. Yo'q, men shunaqa xohlagandim. Yoki bu apostil unga bog'langanini qayerdan bilaman? Prosta nega degan savol tug'ilyapti-da. Nega qayerdan bilaman desam, keyin yana so'radi, keyin aytishyaptiki, apostil chiqqan joyda bitta joyda user by sh harfi nuqta ketyapti. Ya'ni bu apostil sh degan firmaga deyapti-da. Yana turdimda qaradim, "Хорошо, xo'p, sh, lekin sh degan bu firma aynan bizaligini qayerdan bilaman?" deyapman-da. Bu savolga ham qoniqmayapman-da. Yo'q, dedim, o'xshamayapti. Yana so'rab berish, sh degan mingta firma bo'lishi mumkin desam, keyin yana qidirishga tushib ketishdi. Va оказывается shunaqa ekanki, apostil 3 varroq rezidentlik sertifikati mana 3 varroqli hujjat bizga berishdi. Birinchi betida QR kodli qasi bor ekan. Ana telefondan kirib ko'rish kerak ekan. Uni telefondan kirib ko'rsam, aynan bizani firma hamma narsa o'sha olayotgan firmalarimizniki, keyin rahbarlari, keyin ana o'sha kulich topdim-da. Keyin kulich topib,
dedim, xursand bo'ldim. Agar o'shanda misol uchun men bilmaganimda, jarayonni bilmaganimda bu period o'tib ketib qoladi. Ertaga bu olgan apostilim просто hujjat bo'lib qolishi mumkin. Даже Xitoydagi o'zi ham bilmagan oxirigacha qilish kerakligini, boshqanday shu talab qilganimizga hujjatlar ketma-ketligini Hattoki xalqaro darajadagi shartnoma, hukumatlar o'rtasidagi xalqaro shartnomalar asosida ham erkin ishlashni boshladingiz. O'sha soliq ekspertidan keyin. Aha, хорошо. Shunga rahmat deyman. Aha. Zo'r keys bo'lgan ekan. Gulnora, hozir hayotida qiynalib turgan buxgalterlarga, именно kasbida qiynalib turgan buxgalterlarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? O'qinglar, bilim olinglar. Agar pul yo'q bo'lsa, misol uchun mana YouTube'da qancha bilimlar bor. Aynan Impuls o'zi qancha narsa o'rgatyapti-da. Birinchi niyat ekan. Siz niyat qiling, o'sha keladi. Siz niyat qiling, ko'ring. Mana oddiy mana shu podkastlarni ko'rib, voy xudo menga shunaqa bergin, ana o'sha imkoniyat keladi. Va bilasizmi, o'zim ham shaxsiy rivojlanishda ko'p o'qidim. Mana niyat qiladi odamlar-da, o'sha puli yoki o'sha vaziyat kelganda ayiydi o'sha pulni. O'sha orzusiga xiyonat qiladi. Agar unda qilsa kelmaydi. Siz niyat qildingizmi, albatta o'sha pul keladi, siz biling. Va o'sha pulni o'shanga ishlating. Keling, ko'ring, o'sing, rivojlaning. Bu yerda mana Impulsda kelasizmi, qayerdan ko'rsangiz ham, ketsangiz ham, yerda buxgalterlar jamiyati paydo bo'ladi-da o'sha. Men sizga kattakon rahmat aytaman. Mana shu siz shunani ochganingizdan beri menimcha O'zbekistonda buxgalterlarni mavqeini ancha ko'tarib berdingiz. Ularga bo'lgan ishonch, uverенность, ularning kasb darajasini juda katta ko'tarib berdingiz. Buxgalterlar jamiyatini yaratib berdingiz-da. Gulnora, bizda mentalitet boshqacharoq-da. Biz topgan pulimizni birinchi o'zimizga emas, o'zimizdan ayiymiz. Mana ayollarda, o'zbek ayollarda shunaqa narsa bor. O'zidan qizg'anadi-da. Srazu bolasiga o'zidan qizg'anadi, bolasiga olib boradi birinchi o'rinda. Uyiga, xolodilnigiga to'la bo'lishi kerak bolalar. Unimga, bunimga, o'zim oxirgi o'rindaman degan narsa xabar qiladi-da. Ko'pchilik, masalan, boshqa millat vakillarini ko'radigan bo'lsak, ayollar birinchi o'rinda o'zligiga qiladi. Xolodilnik yarim bo'lib tursa ham, sochini borib bo'yatgan, o'ziga qaragan, o'zini ustida ishlashiga yoki oddiy dam olishiga, отпускаga qayergadir borib dam olishiga mablag' ajratgan bo'ladi. Bizda mana shu masalaga qanaqa yondashasiz? To, что ayollar o'zini hech qachon birinchi o'ringa qo'ymaydi-da, orqa fonda, doimiy orqa fonda ular. Hamma narsa uyga bo'lsin, bolalarimga bo'lsin. O'zim qachondir balkim imkon qilarman o'zimga. Bularga nima maslahat, nima yordam bera olgan bo'lardingiz? Bu odamlarga o'zi yordam kerakmi, maslahat kerakmi? Bilim, faqat bilim. Har xil hozir internet zamonida judayam agar xohlasangiz hamma narsa bor. Tekin informatsiyalar juda ko'p-da. Odam o'zi to'g'ri bo'lib yaxshi olsa, hammasi chiqadi. Albatta odam o'ziga birinchi o'rinda bilimiga katta investitsiya qilish kerak. Agar misol uchun o'sha ayollarni ham o'ziga yaxshi vklad berib, o'zi yaxshi yursa, bolalari ham uni ko'rib faxrlanadi. Unga katta opora bo'ladi-da. Shuning uchun albatta ayol kishi o'ziga yaxshi bilim berish kerak. Agar bilim, aql bersa, uyda janjallar ham kam bo'ladi deb o'ylayman menimcha. Muammolar ham kam bo'ladi. Odam jamiyatga foyda keltirish kerak. Endi men o'zim fikrimni aytib ketsam, ayol kishi qachonki o'zidan qoniqib yashasa, o'zini hayotidan, o'zidan qo'yni to'lib yashasa, o'shanda nevrozlar, depressiyalar, tushkun kayfiyatlar yoki kasalliklar orqaga chekkinadi-da. Uning uchun ayol kishi o'zini doimiy baxtli his qilish kerak. Lekin o'zini oxirgi o'ringa qo'ygan ayolda
o'zidan qoniqish bo'lmaydi. Chunki u birovlar uchun yashashni boshlagan bo'ladi-da, o'zini yo'qotib qo'yadi. Borib nima orzuying bor deb so'rasangiz, dabdurustdan orzuyi ham yo'q bo'lib chiqadi-da u odam. Qanaqadir niyati ham, orzuyi ham yo'q bo'lib. Shu bolalarim tinch bo'lsa, sog' bo'lsa bo'ldi deb qo'yaveradi-da. O'zing uchunchi desa topib bera olmaydi dabdurustdan so'raydigan bo'lsangiz. Shuning uchun ayollarimizni baxtli bo'lishiga tilakdoshman. Sizni baxtli qiladigan hayot bilan hozir yashang. Ertangi kunimiz yoki keladi yoki kelmaydi, biz buni bilmaymiz. Hozirdan sizga nima baxt beradi? Kichkinagina bir chashka kofe damlashmi? Prosta yolg'iz bir past kitob o'qishmi? Yoki shunchaki begovoy doroshkada 10 minut yurishmi? Sizga nima sizdan qoniqish hissini beradigan bo'lsa, kichkina kusokchasidan boshlab hayotingizni baxtli yashash bilan davom ettirishingizda tilakdoshman. Bugungi podkastimiz siz uchun manfaatli bo'lgan bo'lsa, biz bundan xursand bo'lamiz. Siz o'zingiz uchun nima oldingiz bugungi podkastdan? 2 og'izda albatta izohlarda yozib qoldiring. Yaxshi kunlar bilan ko'rishaylik. Ketkazgan vaqtingizga rozi bo'ling. Gulnora, siz xayrlashasiz. Zamir opa, sizga rahmat aytaman. Mani orzularimdan bittasi shunaqa YouTube'da podkastga chiqish edi. Lekin mani shuncha odamlar, shuncha o'quvchilaringiz ichidan mani tanlaganingiz uchun men rosa xursandman. Rahmat sizga. Bu katta orzuyimdan bittasi, naqadar yana bittachka bo'ldi. Rosa xursandman. Shu niyatlar ushaladi degan narsa men Globbuxda oxirgi darsda o'rgataman, niyat qo'yishni. O'sha niyatni yozgan ekansizda, mana shuncha odam ichidan haqiqatdan nimaga siz tanlagan o'zim ham bilmayman. Prosta Gulnorani chaqirishim kerak degan fikr keldi. Men sizni chaqirdim. Rahmat kattakon, vaqt ajratib kelganingiz uchun, o'zingizni fikrlaringiz, dunyoqarashingiz bilan bo'lishganingiz uchun ajratgan vaqtingizga rozi bo'ling. Rahmat kattakon. Rahmat, sog' bo'ling.